Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvada. Kentimiz Meniyada. Shundoq chiroyli kun bo'layotdi. Haqiqiy bahor faslininki vaqti. Nagili qarmayli shundoq chiroyli chechaklar ichilib ketgan, seriq, binafsha, aytavr rangarang chechaklar. Shu qadar go'zal. Sizlarning her joyda bahor faslidan bahra elayotgan bo'lishinglarga tilakdoshman. Bugun qo'limda dangliq yozuvchimiz marhum Ahaturda akaning "Men suv ichgan daryolar" nomli aslima xotirlar to'plami. Ilgari bu kitobdan sizlarga xeyli ko'p asarlarni o'qib berdim. Bu kitob 3 qismga bo'lingan. Birinchi qismi o'zim haqida degan temada yozuvchimizning bolalik va o'smirlik xotirlari mujassamlangan bir nihoyatda qiziqarli bo'lim. Ikkinchi bo'limi seringillik ho'yladagi kishilar. Buningdan asosan o'qib berdim. Bugun sizlarga o'qib bermoqchi bo'lganim bu kitobning 3-qismi adabiyotning qismeti, alohida ishlar xotirasi. Merhum yazgıçımız bu bölümde tilga algan nurg'un yazgıçılar bizden allaburun vedalışıp ketdi. Şuna bu 4 bölümün hemmisini o'qib beray deb o'yladim. Albatta, birdan. Xo'sh, bugun gapni bir latifidan boshlayli degan temadagi birinchi bölümni o'qib berman. Xo'sh, aldı bilen yazgıçımız bu bölümni mundaq başlaptı. Ömür harvisi gah töptüz, gah o'ng'ul-do'ng'ul yo'llardan o'tib, xuddi Tarim daryosida do'lqinlanib eqibatgan suvga o'xshash tinmay oldiga qarab mangadi. Hayot rang-murang. Shunda qaraganda onunda ko'zni olachakman qiladigan vaqa hodislar, odamlar orasidagi chegil munosabatlar, psixologiyalik kechirmishlar mavjud. Vaholanki piyli g'o'zisi berib lovullagan atlasga aylangandek hayotdagi vaqa hodislar tanlanib, shallanib, oxiri o'z o'rnini, o'z qadrini topadi. Vaqtning, davrning shundoq haqqoniy, shafqatsiz imtihoni borki, uningdan har qanday ijodkor hamisha muvaffaqiyat bilan o'tavermaydi. Faqat muvaffaqiyat bilan o'tganlarlar tarixda o'z-o'zini saqlab qoladi. Vaqtning, davrning ashu imtihoni har qanday narsaning qadri qimmatini aniqlaydi. Meg'izini meg'izga, shakalini shakalga ajratadi. Xo'sh. Birinchi gapni bir latifidan boshlaylik. Bir go'rkar qabristonlik o'tirsiga hayvatlik bir mahbar yasab, kim ortiq qilib sotmoqchi bo'ldi. Baha o'rlagan sari shuhratparast xayriyadarlar birdan ikkidan raqobatda sunib, oxir Nasriddin apandi bilan bir boyvach chiqibdi. Talash tartish kuchayib, janjalga aylanibdi. İkisi yaqinlashganicha bir uchuq go'rga do'milab ketibdi. Endi ularning o'g'il boldek elishishga imkon bo'lmag'achqa, xuddi kundashlardek bir-birini tatlashga, tishlashga tushibdi. Nihayat a'zoyi badani qon talash bo'lib ketgan Nasriddin apandi yuqoriga aran tasti yamishib chiqibdi-da. Tar joyda hashamatli go'r talishib yashgandan ko'ra kengri yerda yurib haram o'lgan yaxshikan debdi. Dar haqiqat adabiyotimizning kelgusini belgilaydigan cho'ng muammolar oldimizda turgan afzal bir paytda adiblar bilan adabiyotshunoslar, shoirlar bilan obzorchilar,
pishqadamlari bilan yoshlar ushaq tushak arzimas ishlar bilan hapilishib, xuddi o'lmay turib gör talashqanlardek taqdirga duchor bo'lishga boshildik. Buning asosiy sabablaridan biri adabiyotimizga karvon boshliq qilib kelgan. Biz uchun hamisha g'amguzarlik, umumiy adabiyotga fidoilik timsoli bo'lib qolgan Zunun Qodiri, Teyipjon Eliyev, Abdurahim O'tkir, İbrahim Muti, Abliz Naziri, Imin Tursun, Abdukerim Xo'ja qatorliq kishilarimizning har qadami bir maktab bo'lgudek hayot yo'liga keyingi paytda ancha nazar tashlamay qo'ydik. Hatto so'g'uq, zaharxanda munosabatda bo'ldik. Aslida ular balay ofatlik 10 yilning muddish ko'zi kishanlaridan amdi azod bo'lib, tunjiqqan, g'alsiragan milliy adabiyotimizni rosa bir jonlantirish niyatiga kelganda, xuddi to'limdan to'qmoq chiqqandek kichkina she'riyat dargohimizda qandoqdir iqlim, mazhab degandek narsalar paydo bo'lib, amdala qaddini rostlamoqchi bo'lgan Uyg'ur she'riyati yana patparaqchilikqa, tapriqqa va oyga chiqmas talash tartishga betib qoldi. Bu xil ideyaviy g'ulg'ul ichida bakla hayajonlanib, o'zini tutolmay qolgan ba'zi yosh shoir, havaskorlar o'ttirg'i chiqib, har xil so'rin va berasmiy matbuotlarda she'riyatda portlash qilamiz, Uyg'ur she'riyatini noldan boshlaymiz, ko'na an'anachilar ishini qilsin degandek shuarlar bilan cho'qan soldi. Shuningga ergishib, shoirning vijdoni, jaholat ostida qolgan Uyg'ur she'riyati degandek bir qator maqolalarning ba'zilari ayrim jurnallarda, ba'zilari har xil yig'in so'rinlarda e'lon qilinib, Uyg'ur she'riyatining burunqi samarlari bilan ustoz shoirlarning to'hfa natijalari qari qo'yuq inkor qilindi. Texi ba'zilar buning bilan bo'ldi qilmay bir qism pishqadam o'ttira yoshliqlardan tarkib topgan 10 necha odamning ismini qora ro'yxat qilib turg'izib, ularni bir-birlab ujuqtirmoqchi, har xil usullar bilan ularning obro'yini, nopuzini, o'rnini yer bilan yakson qilib, adabiyot qo'shinini soplashtirmoqchi bo'ldi. Shu tufayli bir muncha ushaq tushak ishlar, arazliq, tapriqchilik, mazhabchilikka o'xshash ko'ngilsiz ishlar yuz berdi. Mana bu milodiya 1970-yillarning oxiri va 1980-yillarning beshidagi adabiyotimizning qismati edi. Bu ishlarda meningcha bir qism odamlardagi haddidan tashqari shaxsiyatchilik asosiy o'rinda turib qoldi. Shaxsiyatchilik o'ziga haddidan tashqari baho berish, uningga cheksiz mahriyo bo'lish, o'zini butun olamning markazi deb hisoblashdir. Bu shundoq bir markazdirki, dunyodagi hamma narsa uning atrofida aylanishi, hamma uning xizmatini qilishi, qo'liga suv qo'yib, oyoqlari ostiga poyandoz bo'lish kerak. V.G. Belnevskiy san'atmi, tanqidmi zamonning ingidir. Davrimizning ruhi o'z ifodasini hammadan ko'proq zamonimiz tanqidida topadi deb adabiy tanqidni davr ko'zniki sifatida o'rganishga da'vat qiladi. Darvaqa adabiy tanqid adabiyotga bo'lgan mehr muhabbat tufayli dunyoga kelgan. U kitob va kitobxon orasidagi xolis tilmashdir. Albatta, haqiqiy tanqid hech qachon asaldek shirin bo'lgan emas. U hamma vaqt achchiq bo'lib, albatta qattiq tegadi. Ko'ngilni xijil qiladi. Ammo tanqid bilan tanqidning farqi bor. Ba'zi tanqidlar borki, mustahkam zaminga tayinadi. Haqqoniy vaziyatni aks ettiradi. Yana ba'zi tanqidlar borki, hech qanday zaminga ega bo'lmaydi.
nuqul yolg'on yavdaqqa asoslanadi. Aqni qara, haqni nohaq, yaxshini yomon, yomonni yaxshi qilib ko'rsatadi. Biz nima uchun o'zimizga yoqmagan narsadan darhol voz kechishimiz, yuz o'rishimiz kerak? 30 necha yillik she'riyatimiz shunchalik yaramsizmi? Nahatki biror namuna bo'lg'idak asar tepilmaskin. Adabiyotda varislik degan gap bor. Varislik tuyg'usi bugungi tarixiy va adabiy jarayonning eng sodiq hamrohidir. Mirosga nisbatan mujmal, noaniq qarashlar badiiy didning buzilishiga elib boradi. Hech kim va hech narsa unutilmaydi degan shuarni adabiyotga tatbiqlashga bo'ladi. Lutfulla Mutalibning yillarga javob xiyolchan tilak, Nimshehidning Seg'indim oldida, Teyipjon Eliyevning Tugumas naqsha, Vatan haqida g'azal, Abdurahim O'tkirning Qashqar kechisi, Iz, Abdukarim Xo'janing Oqqular uchib ketdi, Ikki haykalning uchirishishi, Mehmetjon Sodiqning Non, Rahim Qosimning Kapida, Mirzoyid Kerimning Sanduq ichidagi bovoq, Mehmetjon Rashidinning Quchuqingda tug'ildim, quchuqingda yashayman, Mamteli Zununning Quchoqla, u sening dadang, Aytqina Qashqar, Osmonjon Savutning Olmidak yurakda olamcha so'ygu, Yurakimni tutaman sana, Emin Ahmedining Bo'ztorg'ay, Osmonlar, tog'lar, Qurbon Baratning Kesilgan to'g'raq, Daryo sharqiraydi qorong'uliqda, Bo'g'da Abdullaning Ko'mzak ko'targan qiz, Tohir Tolibning Yurtimda kechkuz, Oq degandek bir turkum she'rlarning ijod qilingan vaqti albatta nihoyatda burun. Ammo ular o'z davri uchun katta xizmat qilgan. Bu she'rlarda ko'zga ro'shan tashlanadigan adabiy asarga xos chunqur ijtimoiy, badiiy tafakkur chaqnab turadi. Ular yuqori badiiy mahorat mahsuli sifatida bu shoirlarning ijodida, umuman Uyg'ur she'riyatida muhim o'rin tutadi va hamisha o'zining ma'naviy, ma'rifiy ahamiyatini saqlab qoladi. Vaholanki hozir bu asarlar adabiyotimizning taraqqiyotida bir bosqich bo'lib qoldi. Bugungi kunda ularni unutib qelish albatta oqilonlik emas. O'zimiz o'g'ziga chiqib elib, shotini tartib olsak bo'lmaydi-da. Ba'zilar she'riyatda yangilik yaratish haqida so'zlab, o'zidan burunqi butun she'riyatni nolga tan qilib, qandaqdir portlash orqali butunlay yangi she'riyat yaratish haqida davron soldi. Buningga ular xoin tog'lar, burkut uvisi ga o'xshash she'rlarni misol qilib, bularni go'yo ashu portlashning istixiylik boshlanishi deb tushundirmoqchi bo'ldi. Bu orqali ular katta adabiyotning yaxshi an'analarini, o'zidan burunqi adabiyot utuqlarini inkor qilmoqchi bo'ldi. Vaholanki adabiyot noiti qadimiy mulk. Hatto buningda Il-Ada, Odissa lara davridan biridimi bu xildagi portlash bo'lgan emas. Katta badiiy adabiyot doim o'zining eng yaxshi an'analarini rivojlantirib kelgan. Darvaqa, izdinish, yangilikqa intilish tahsiniga sazovor ish. Har bir yangi avlod yangi tajriba, yangi bilimlar bilan qurollanadi. Ular adabiyotga o'zi bilan billa yangi mavzu, yangi rang, yangi ahang elib kiradi. Har bir yangi davrda yangi nomlar paydo bo'ladi. Tabiiyki, ular o'tmishga faqatgina sajda qilib qolmay, balki umum
san'at taraqqiyotiga o'z hassalarini qo'shiladi. Lekin bu yangiliklar adabiyotni beyitishga, uslublarning rang-rangligini oshirishga, avtorning g'oyaviy maqsadini chiroyli va puxta, yangi va o'ziga xos holda ifoda qilishga yordam bergan taqdirda xalqqa manzur bo'ladi. Mushu ma'nodan aytganda, izdanish hargizmi yaxshi an'analarni nazarga ilmisimi bo'ladi deganlik emas. Izdanish mundaqcha aytganda yangi kengliklarni, yiroq ufuqlarni, inson va tarix, inson va davr o'tirsidagi yangi aloqalarni izlash demakdir. Albatta, adabiyot san'at shundoq bir mo'jizaki, uning eng yaxshi namunlarini hamma odam o'xshash qarshi oladi, qabul qiladi deb ketgala bo'lmaydi. Ba'zida shundoq bo'ladiki, falsafavilik cho'nqur, yuksak badiiy did bilan yozilgan asarlardan ko'ra hayotning ushaq tushaklarini ifodalagan asarlarning xaridorlari va uni guldiras chavaklar bilan qarshi oladiganlar ko'proq bo'ladi. Bundaq ahvol o'tmishda bo'lgan, hozirmi bo'ladi. Hamma odam Navoiy bilan Huvaydani yoki Pushkin bilan Yesinini sabr va qiziqish bilan o'qiydi demsiz. Ammo buni bahona qilib she'r ijodini oyga chiqmas tepishmoqqa, o'zidan boshqa odam ocholmaydigan maxfiy sheferlik qulubqa o'xshatib qo'ysak va yoki bizning she'rlarni kelgusidagi odamlar tushunadi, biz kelgusi uchun yozimiz deydigan bema'nilikka yo'l qo'ysak, oxirgi hisobda she'riyatimiz zavollikqa yuzlanadi. Xulos shuki, adabiyot san'at bu insoniyatning tarixiy taraqqiyot natijasidir. Qiyolarga uyulib, ming o'ylarga sizilgan dastlabki tasvir va Odissa, il-adalardan tartib toki zamondosh shoir, rassomlarning asarlarigacha insonning dunyoni bilish va estetik zo'q elish salohiyatining inkosidir. Shunga u azaldan bir butunlikka va izchillikqa ega bo'lib kelgan. Adabiyotimiz bo'libmi Uyg'ur she'riyati ana shundoq tarixiy qismatga duch kelgan paytda Tarim jurnali takror bo'limi Irim shaharlik 38-o'tir maktabning yig'in zalida pishqadam o'tir yosh va yosh shoir havaskorlarni bosh qo'shtirib she'riyat muhokama yig'inini ochdi. Yig'inda Teyipjon Eliyov, Abdurahim O'tkir, Abdukarim Xo'ja qatorliq ustoz shoirlar shu yillar she'riyatida paydo bo'lgan yangi va o'ziga xos kayfiyatni yuksak baholadi. Teyipjon Eliyov o'z so'zida Uyg'ur adabiyoti kelgusida buyuk adabiyot bo'ladi deb adabiyotimizning kelgusiga bo'lgan ishonch, umidini izhor qilish bilan birga she'r to'g'risidagi tushunchalarni she'r hech bo'lmaganda yuqori san'at namunasi bo'lishi, odamni o'z bag'riga singdirib, uningga beqiyos estetik zo'q, huzur baxsh etishi kerak. Shoirning gapi o'qirmanga yiqimliq kuydak yetib berishi va uningda yaxshi, yengil kayfiyat hosil qilish kerak degan fikrga yig'inchoqladi. Abdurim O'tkir bo'lsa, men yoshlarning asrini o'qiyman, balki o'qimay tura olmayman. O'qisam yoshliqim esimga keladi. Qayta yashargandek bo'laman. Chunki u asarlarda yoshlik shamollari yalpingandek bo'ladi. Ammo yosh shoirlarimizning yaqindan beri e'lon qilingan ba'zi she'rlarini o'qib, o'ylanib qoldim. Rostimni aytganda, avtorning nima demoqchi bo'lganligini tushuna olmadim, his qila olmadim. Bir bo'lsa, men bilimsiz, yana bir bo'lsa, shoir iqtidorsiz.
Meningcha, yaxshi she'r o'qirmanning qalbi va ingiga ta'sir qilib qolmasdan, balki yillar o'tgan sari yuragining pinhon burjaklarida ko'milib qolgan his tuyg'ularini uyg'otadi. Hayajonga soladi, xiyollarga patiradi. Hayotidagi eng aziz yoki eng ko'ngilsiz damlarni ko'z oldiga keltirdi. Qayta yashashga, his qilishga majbur qiladi. Deb bir tarafdan yosh shoirlarga bo'lgan hurmatini, ishonchisini, yana bir tarafdan ularning she'rlaridagi ajallik ojizliklarini ko'rsatib berdi. Abdukarim Xo'ja she'r to'g'risidagi o'y xiyollarni yig'inchoqlab mundaq dedi. Agar siz quyosh yengli ko'tarilgan vaqtda yupqa tuman qaplagan qarag'ayliq tog' manzarasiga qarsangiz, uning ajoyib go'zal va sirliq ekanligini ko'rib hayrat qolasiz. She'r xuddi ashundoq bo'lishi kerak. Hozir adabiyot sepimizga yangidan kirib she'r yozayotgan fuqaralarimizning uftiqi shuki, aytilmagan gapni yoki biz aytolmagan gaplarni mahorat bilan aytib buningga opirin deyish kerak. Ammo har qanday vaqtda she'rdek bo'lishi, u hargizmi odamni ahmoq qilib o'ynaydigan nousta sehrgarning o'yinidek tetiqsiz bo'lmasligi kerak. Albatta, ular bu so'zlarni texi voyaga yetib ulgurmagan navqiron avlodning she'riy izlanishlarini ko'zda tutgan va ularga ilhom, madad berish maqsadida aytgan edi. Yig'in boshda xeyli siliq sipoya boshlangan bo'lsa-mu, lekin oxiriga berib keskin munozir tusini oldi. Xuddi yangi tug'ilgan mo'zay yo'lbosdan qo'rqmabdi degandek, bir qism yoshlar törgünlük bilen o'ttirg'a chiqib, Navoiydan boshlangan Uyg'ur she'riyati 500 yillik jaholat ostida qoldi. Hozirgacha bosib chiqolmadik. Endi yana sukut qilib o'tirsak bo'lmaydi. Koni yo'qolmasa, yangi taraqqiy qila olmaydi. She'riyatni chidig'onga chiqargan ba'zi she'rlarni o'qib tushungili bo'lmaydi. Uni tushunish uchun o'qirman yuqori ma'lumotli bo'lish kerak. Biz she'rni bugun uchun emas, balki yana kelgusi uchunmi yozamiz? Bugungilar tushunmagan she'rni kelgusidagilar tushunadi degandek xitoblar bilan pishqadamlarga jang e'lon qildi. Ularning ba'zi gaplari haddidan eshib ketdi. Bo'libmi Navoiy hazratlarining nomi tilga ilingan ba'zi so'zlar o'tirg'i chiqqanda pishqadam shoirlarla emas, balki ba'zi o'tir yoshlik shoirlarmi chidab tura olmay, biz teg'i Navoiy barpo qilgan ulug' she'riyat beg'ining sho'risidanmi tushalmay yursak, uni qandoqmi jaholat ostida qoldi deyishga bo'ladi, deb norozilik bildirdi. Bu qitim O'tkir apandi yana so'zladi. Bu yerdagi ko'pchilik yig'in ahlining nazarida Abdurim O'tkir o'ziga xos betakror ijodkor sifatida tarixning taraqqiyot jarayoniga ta'sir ko'rsatgan. Asarlarda bugungi inson o'zining butun murakkabligi bilan jimiki danoligi va cheklanganligi bilan shodliklari va dardlari bilan namoyon qilingan yetuk adib edi. Shunga uning so'zlari alqishga sazovor edi. U qandaqdir bir xil ichko'yarlik bilan Uyg'ur she'riyati uzoq an'anaga ega. Klassiklarimiz ajoyib ko'rkam, go'zal she'rlarni miros qoldirgan. Meningcha bizda koni bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki koni narsalar bizning barliq o'tmishimizni, barliq xotiramizni va barliq aql farosatimizni o'z ichiga olgan. Yeni bilan koni arsida insoniyatning üzülmay kelayotgan o'chmas madaniyati bor deyishiga bir yosh shoir uning so'zining beliga tepib chalvoqidi. Ha desa kona, an'ana, klassik deb
Adam qo'rqitmoqchi bo'ldi ekansizlar. Sizlar ularning izidan menib nima qila oldinglar? Endi bizmi ularning izidan menib, ular nimani yozgan bo'lsa, bizmi shuni yozsak bo'lamdi? Biz hergiz unda qilmaymiz. Ishni yangidan başdan başlab yeni avlodga xos ruhda maydonga chiqamiz. Maşallah qaşlan. Uning arqidan yana bir aylan shikoyat qilgandek talaffuzda mundaq dedi. Texi ba'zilar gazet jurnallarda tutuq, gunga she'rlar ko'payib ketdi deb voysaydi ekan. Meningcha ular she'r deganning nimaligini bilmaydi ekan. Ular aslida chaynab bergan nonni yeb ko'nib qolgan. Shunga biror yangi shakl, yangi ranglar dush kelsa, alaqsadi bo'lib ketadi. She'r degan qancha tutuq, qancha sirliq bo'lsa, shuncha yaxshi. İnsanın ömrü sual cevaplardan ibaret. Bugünkidek keskin talaş tartış, bes münazirni koyup durup, gündelik turmuşumuzdaki addi salam sahatga qarsaqla bununla misal bolalaydı eken. Darhaqiqat, adam balasının hammasi bir ömür bir-biri bilen şu yosunda sual cevap qilib ötüdü. Onun özü bilen qiladigan munozirasi o'ziga sual qo'yib, onunğa javob izlashi, onunğa o'zini majbur qilishi umumiy hodisa emas. Ba'zilar bu imtihonga bir umr duch kelmay o'tib ketishi mumkin. Muhokama yig'inidagi bas munozira endi konkret tus oldi. Tarım jurnali she'riyat gruppasining boshlig'i, pishqadam shoir Jabbar Ahmad so'z qilib, qo'lidagi qog'ozga yozib olgan misollarni keltirib, mundaq dedi. Kimki o'z taqdirini adabiyot bilan bog'lagan ekan, uning g'oji ko'rdilik bilan aplab-saplab ishlashga haqqi yo'q. Mana bu atalmış yangi she'rlarni ko'rib beqinglar. Mening yurikim sening alboming. Kecha dengizmi, oy oltin beliq, har kuni tutib elib uni upuq qo'yib etar qaytadan. Men dunyoning ichida, dunyo mening ichimda. Ko'zlarimga isib qo'ydim beshimni, yutib olsun dunyoni. Ölgen qarichiqdan topdim nafsimni, yiqildim quyoshni yudib tuproqqa. Bu she'rlarni tushunganlar bo'lsa, yozib qo'yasizlar. Men hech nimasini tushunmadim. Va ba'zi gazet jurnallarda yaqindan beri e'lon qilinayotgan mushu xildagi she'rlarni qanday tushunish mumkin? Buningda she'rda bo'lishga tegishlik na turoq, qofiya, vazn bor. Na kishini o'yga solgudak fikr bor. Darvaqa, shundoq she'riy shakldagi rang-baranglik albatta yaxshi ish. Rangdarlik hech qachon ko'nirmaydi. Faqat uning mohiyatida betakror mazmun, go'zal o'xshatish, sirliq ruh bo'lsa bas. Gap shuningdeki, har qanday qiziq latifini bir qitim aytishga yaraydi. Kun bo'yi bir latifini bir odamga takror aytib bersangiz, latifa oxir jalbkorligini yo'qotadi. Hatto g'idiqingizni keltirishga boshlaydi. Shu ma'noda bir-biridan farqlanmaydigan, tushuniksiz she'riy asarlarning ko'payib ketganini afsuslik bilan e'tirof qilish kerak. Vaholanki bizning klassik she'riyatimiz o'zining takommullashgan zohiri go'zalligi bilan jahon ahlini maftun qilib kelgan. Men shularning biri. Hozir bo'lsa, gohida oddiy qofiyaga rioya qilinmayotdi. Bo'pti. Qofiyaga atay rioya qilishmasa, buni alohida uslub deb turaylik. Ammo ushbu hol bilimsizlik tufayli yuz bersi shu. Ya'ni avtor she'r texnikasidan aslida xabarsiz bo'lsa shu.
Xulasa, yuqoridagiga o'xshash holatlar gohida bir-biri bilan aralashib ketmoqda. Bu gaplar qandaqdir nasihat va yoki qandaqdir oqsoqollik qilinganlik emas. Balki san'atning talabi navoiyig'imi, Pushking'imi, bugungi yosh shoirlarg'imi barobar taalluqdir. Yani biraz qisqartib o'tay. Demak, bugunning shoiri bugunni yezishi, o'z yashayotgan davrni kuylash lozim. Albatta, uning yozganlarining kelgusidimi o'z qimmatini yo'qotmay tirik turishi bu boshqa gap. Şuna əsərinin zamaniviliqi onun qaysı davrdan elib yazılğanlığı bilan ölçənməydi. Bəlkə zamanivilik bədii çonqurluqni taqazza qılıdı. Mayalani biraz qısqartib o'tay. Keyingi kunlarda yuqorida misol qilingandek tutuq, mavhum, tushuniksiz she'rlarga ba'zi shoirlar taqat qilolmay she'riy obzor yezib e'lon qildi. Tövəndə şundaq she'rlardan Şinjan gazetida e'lon qilingan birsini o'qib ko'rsakli kifoya. Elektron she'rlar. Oblikim Xevir. Elektron davraga ko'chgan olamda elektron qurshavida yashayman o'zim. Shunglashqa tongmu qolmadim elektron she'rlarni ko'rganda ko'zim. Ranglik televizordan rangdor kelarmish. Elektronlik minglardan to'kilgan she'r. Tren ma'nilardan qatqan kristal tildinmi, tig'dinmi tap tartmasdan hech bir. Bu gaplar ta'birg'u sifatga izoh. Rost bo'lib qolsa-da bir kuni oxir endi ishsizlik girdoblariga duchora bo'ldinglar-g'u bechora shoir. Qayerdadir qurilgan emish elektron she'r zavodi. Tush ko'rish sexida qezilgan ilhom tinish belgilariga aylanib birdin. Sallar iskilatida turarmish bir pas. Misralar sexiga o'tib son belge sotka-sotkalab ishlarkan tamam. Elektron she'rlarni o'qib do'stlarim, tushunmadik deb salmanglar cho'qqan. Shukronlar go'ya yezida xanzu tilida kino ko'rgandek bir Uyg'ur deqqan. Ranglarni ko'rish qanchalik lazzat, tepishmoqlarni tepishmo aqlga barakat. Kirpiklarga esiladi kesilmagan bosh. Jasadning ko'zida qetib qolar surat. Qabrlar osmonda usul o'ynaydi. Jannat oq bog'laydi qirchin beliga. Tug'ilgan boboqning g'ozisi uchun yosh to'kar sumaklar. Chekishib hasrat. Mashlarda yonidi yomg'ir bilan qor. Tog'lar tamburlarga bo'ludi zil tar. Tushunmadik deysizlar yana. Sizlarda yo'q ekan ko'z bilan quloq. Rang to'nug'ichi ko'zing bo'lmasa, ishki bir ritmni sezguchi quloq. Elektron she'rlarga qarab turib chaplaysan bo'xton. Elektron she'rlar faqat elektronlar uchun yozilgan. Aql manbalari kelajak uchun qezilgan. Elektron she'rlarga qilmanglar obzor. Uni tushuntirish hojatmi emas. Elektron she'rlarni o'qib bo'lib o'ylang'in uzoq, xayol surgin bas. Ko'zlaring bir nuqtaga qarab talganda ko'zingga ko'ringan ozg'un soyilar. Elektron she'rlarning tiniqi balkim elavatgan nafas. Nemini o'ylasang, tal bo'lsin ashu. Xiyolingdan kashgan har narsa.
Yar, cennet, pul dünya, tolun ay, seyle. Issiq töşeklerge kirersen heli. Bozaksan ki şu dem g'olibsan. Qalandar bolsang, şu demde baysan. Boyliqingdan to'ygan odamsan. Şu dem mashrab kabi gadaysan. Ish qilib do'stim, hey, chilim tortib baqqanmi o'zing? Bir nashkash, bir kechidila elektronlik she'r zavodidan minglarni putkazib, ishqa kirgizib, dunyoni she'rlarga ko'mib tashlaydi. Ish qilib, shoirlar amdi ish yo'q sizlarga. Ovqat g'amini qilinglar. Bir ovqat bor sizlarga. G'altak ustiga magazin qurib, elektron she'rlarni qiziq bozorga selinglar. Hay, dunyoda ahmoqlar ozmi? Yozg'uchi shoirlar ichidimi? Yo'q emas albatta. Ba'zilar o'zlarini ko'k ko'tarib, buyuk hisoblashsa, hisoblashaversin. Ammo ijodkor kibru havoga berilib, ig'iz ko'ptirgandan ko'ra qora targa cho'mib, mehnat qilgan yaxshi emasmi? Amaliyotda bir turkum izdinish ruhiga boy, intilishchan yoshlarimiz shundoq qildi. Ular ashu qatilan yillardagi davalg'ush, tengirqash va turg'unliklar ichidan bo'sib chiqib, qora targa cho'mib ishladi, izdandi va oxir haqiqiy shoirlikning yo'lini topdi. Adil Tunyas, Abduqodir Jaloliddin, Yasin Zilal, Abdurahim Abdullah, Vahidjon Osman, Po'lat Hevizullah, Muxtar Mahsud, Chimangul Avud, G'o'ji Muhammad, Osimjon Obulqosim, Risolat Mardon qatorliqlar ana shu davrning vakili sifatida bugungi Uyg'ur she'riyatining sarkilariga aylandi. Bu hol bizga bir haqiqatni, ya'ni tevibning hammasi Luqman emas degandek she'r yozganlarning hammasining shoir bo'lavermaydiganligini, haqiqiy shoir bo'lish uchun oldi bilan haqiqiy odam bo'lish kerakligini va o'z e'tiqod g'oyasi uchun bir umr o'zini taqdim qilish ruhining bo'lishi lozimligini tushuntirdi. She'riyat ranglar, harakatlar va holatlarni turli pozitsiyadan chiqib aks ettirishi, ularga mantiq berishi, ruhiy iqlimlar uchun yangi fasl izdishi, yurak dardlarini aytishga imkon tepishi, quduqdagi oy sho'lasiga o'xshash asta muhrlanib qolgan yiroq tabassum soyasidan nurliq xotirlar izdishi bilan go'zaldir. Bugungi Uyg'ur she'riyatining istidodli vakillari ijodini inchkilik bilan kuzatgan kishi mazkur xususiyatlarning ularning ijodida cho'nqur ifodalanganligiga ishonadi. Mana birinchi bölümni o'qib berdim. Endi ayni vaqtda vatanda bola xabaringlar bor. Haqiqatan 80-yillarninki boshlarida shu bizningki shoirlarimizni ajoyib bir o'zlaricha yaratmay she'rlarni mazoq qilishib qilib ketgan ahvollar ko'rilgandi. Shuni o'ylab bo'lsa-mu, endi bu marhum Ahad Turday akamiz bundan aytdi, silq sipoyilik bilan yezibdik birinchi bölümde. Endi shuni bir saminglarga sog'im keldi. Bu maqola, bu bölümninki ikkinchi temasi ko'ngilsiz bir yig'in xotirasi. Bu haqiqatan bir xil ko'ngilsiz odamninki yuraklarini tilidu. Shuningdek bunimi kelib ketim o'qib beraman. Ma'qul amsa kitob o'qish munbirimizning hurmatli
müşterileri, munbirimizge yeni kelgen qeyrindaşlar. Bugünkü kitap okuşumuz muşagiçi bolsun. Keler qitimliq programımızda görüşeylik. Aman bolaylı. Hayır hoş. Hayır hoş. Akin oltrayda qoptu. Sol gezde жалғыз едім, алдыма өзің келдің. Жас толы көзіңменен сүйгенім өзің дедің. Сенсіз маған өмір жоқ, кешірші кешір дедің. Жүректі елжіретті сол бір сөзің. Ойлан достым, мен кетемен, сен қаласаң. Ойлан достым. Assalamu alaikum, hürmetli qeyrindaşlar. Bugün men Şveysariyanınki Jura degan rayoniga joylashgan Ju ko'lininki bo'yida. Bu atrof nihoyatda bek chiroyli ekan, uning ustiga bütün şu köl bo'yini bo'ylab turib mengish imkoniyati bor ekan. Bugun garamdan ham yo'ldoshi bilan birga bu yerda aylanyapmiz. Aylangan vaqtdagi chiroyli manzaralarni tortib hozirlarga sunmoqchiman. Bahar og'aysizlar. Su qandoq ketib boqayam garamdan. Heel soğuk geldi mi? Taksi yoğan değil. Çıram keremde. Ayaklar değil. Aynısı başlayacağım bak. Makam. Sol gezde жалғыз едім, алдыма өзің келдің. Жас толы көзіңменен сүйгенім өзің дедің. Сенсіз маған өмір жоқ, кешірші кешір дедің. Жүректі елжіретті сол бір сөзің. Ойлан достым, мен кетемен, сен қаласаң. Ойлан достым, мендей досты қайдан табасаң. Ойлан достым, тек сен үшін сені дедім. Ойлан достым, соңынан өзің жанасаң. Oylan dostum, soğunan özün canasan. Kuşlarday parvaz edip alısqa uçar yedim. Uçurası baylı tünde belinden kuşar yedim. Muhabbat жұлдызларын sanasıp sırlasqanda, жұлдызымды tapqanға usar edim. Oylan dostum, men ketemen, sen qalasang. Oylan dostum, mendey dost qaydan tabasan. Oylan dostum,
қаласаң